Malika ismini shunchaki chiroyli nom deb o'ylaysiz, siz hali uning haqiqiy qudrati haqida bilmaysiz. Arab tilidan kirib kelgan bu ism hukmdor ayol yoki egalik qiluvchi degan chuqur ma'noni anglatadi. Tarixda malikalar nafaqat saltanatni, balki donoligi bilan insonlar taqdirini ham boshqargan. Psixologik nuqtai nazardan bu ism egalari tug'ma aristokratik tabiatga ega. Ular o'z qadrini baland tutadigan, adolatni sevuvchi va o'ta sadoqatli insonlardir. Kutilmagan qiyinchiliklarda ular boshqalar kabi sarosimaga tushmaydi. Aksincha, eng qiyin vaziyatda ham sovuqqonlik bilan to'g'ri yo'lni ko'rsata oladi. Bir sirni aytaman, Malika ismli ayollar tashqaridan biroz mag'rur va sovuqqon ko'rinsa-da, ularning ichida juda nozik, samimiy va cheksiz mehrga tashna qalb yashiringan. Sizning hayotingizdagi malika bu haqiqiy xazina va tayanchdir. Uni doim eslaslang. Videoni o'zingiz tanigan eng go'zal malikaga yuboring.